Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamol. Altıncı bab. Salomatlik ve tozliqni suyish tarbiyasi. 40 yilgachalikmi o'zining mijozini bilmagan odamni hayvon atash kerak. Yusuf Hasajib. Uyg'ur xalqi farzand tarbiyasida yemek ichmak, tozliq va salomatlikka alohida e'tibor bilan qaraydi. Chunki bu uchun birlashib odamning normal faoliyatini kafolatga qildi. Ballar jismoniy jihat sog'lom bo'lgandila, ma'naviy dunyosi sog'lom bo'ldi va aqliy taraqqiyoti normal bo'ldi. Sog'lomlikning oldingi sharti yemek ichmak va tozliq. Tozliq ahamiyat bermagan oiladami salomatlik va xotirjamlik bo'lmaydi. Biz boshda ozuqliq bilan farzandlarning aqliy taraqqiyotining munosabati to'g'risida tushuncha bergan. Bu babda xotirjamlikning asosi bo'lgan bir qism konkret masalalar to'g'risida maslahat beramiz. Birinchi, ozuqlanish odati va tozliqni suyish tarbiyasi. Pokizlik yarim davlat. Uyg'ur xalq maqoli. Biz dastlab tarbiya haqida to'xtalganda bolalarni tozliqni suyishga odatlantirish kerakligini eskartib o'tgan edik. Chunki tozliq salomatlikning asosi bo'lib qolmay, balki tozliq, pokizlik madaniyatlik jamiyatning eng muhim bir belgisi. Pulli bo'lgan bilan madaniyatlik odam bo'lg'il bo'lmaydi. Alisher Navoiy savodsiz nodon boylarni bir xurjun pul ortgan eshakka o'xshatgan. Madaniyatlik bo'lishning ikki muhim sharti bor. Biri ilm ma'rifatlik bo'lish, yana biri pokiz, adablik bo'lish. Men bir kuni Qashqar bilan Otishning oraliqida bir korxonachi buvoy bilan bir soatlik safardosh bo'lib qoldim. U odamning kiyinishi to'lim g'alit edi. Ishtini yep-yangi chopini bo'lsa, ayni juvolsining chopindek qatma-qat maylashib ketgan. Qo'yib olgan sariq kak soqolning orasini to'ng'ir bosgan. Beshidagi yangisar to'miqi texim shundoq. Nimadan tikilganligini bilgil bo'lmagan darajada qismoq bo'lib ketgan. Men u odamdan bu yerga nima ishga kelgan deb so'radim. O'ynag'il kelgan deb javob berdi. U odamdan nima ish qilganligini so'radim. U odam o'zining ikki ittirish mashinasi borligi, bir may tortish mashinasi borligini aytdi. Men hayron qilib, "Ha, sizlar dehay korxonachi ekansizlar, ha?" dedim. "Necha yoshga kirdinglar?" deb so'radim orqadan. 35 ga, dedi. Men texim hayron bo'ldim. Shu vaqtda men bilan tapmatan yigitgan emasmi? Men ochiq ko'ngillik bilan u birodarimga biroz nasihat qildim. "Birodar, men sizni texi 50 dan oshgan odam o'xshaydi" debdiman. Turqonlidan silini bir odam hargiz korxonachi demaydi. Pul deganni chiroyli kiyim-kechak, bayasha turmush kechirish uchun topamiz. Pat-pat yuyinib tursa, odam sog'lom bo'ldi, ruhi ko'tarildi, harduq chiqadi. Mehnatchilik besib kelsa, barakat ko'tarilib ketadi, omad qochadi, dedim. Shundalar yenidiki cho'kan. "Demidimmi, haq mana shundaq deydi", dedi va men qarab, "Tex maoshdan men zo'rlab bozordan olib kiygizib qo'ydim", deb tushundirdi. U cho'kan heliqi korxonachi buvayning ayoli ekan. Bundan misollar turmushimizda naydi ko'p. Şuna tozliqni suyish hargiz boy kambag'allikni o'lcham qilgan ish emas. Balki odam uchun eng zarur majburiyat. Kiyimlarimiz koni bo'lsa-mu, pokiz yuvib kiysak, uyimiz yasadoq bo'lmasa-mu, pokiz, ozoda tozalab o'tirsak, ko'nglimiz ro'shan bo'ldi. Buning uchun ko'p kuch sarf qilish ketmaydi. Ko'p iqtisodiy chiqimni talab qilmaydi. Biroq oiladagi mundaq odat farzandlarga ulgu bo'ldi. Uyg'urlarda mehnatchilik aqlni bulg'aydi degan gap bor. Farzandlarning aqliy sog'lomligini qo'llashning muhim sharti ularni tozliqni suydigan bola qilib tarbiyalash. Tozliq yolg'iz salomatlikning ehtiyoji emas, balki tozliq madaniyat, tozliq go'zallik, tozliq hurmat va inovat. Farzandlarning ustuvishning pokiz ratlik bo'lishi kishilarda ota-onalar bo'lgan hurmat tuyg'usini qo'zg'aydi. Mehnat, sangul-sungul, qasmoq bolalarni ko'rgan kishilar ota-onalardan ranjiydi. Chunki bolalar go'dak chog'larda ularning pokiz, ratlik bo'lgan bo'lmaganligi ota-onalarning zimmasiga yuklanadi. Farzandlar nasihatga ko'nib, o'zini o'zi so'rab ish qiladigan bo'lganda, nasihatni kuchaytirish, ularga tozliqning rolini, tozliqning salomatlik bilan bo'lgan munosabatini tushuntirish, ularga tozliq alohida qaraydigan, shaxsiy tozliqqa, muhit tozliqiga, oila tozliqiga va ommaviy so'rovlar tozliqiga rioya qiladigan angliqlikni yetildirishga tirishish lozim. Buningda yanada eng yaxshi usul o'zimiz ulgu bo'lish, kichikdan pokizlik odatlantirish va yaxshi fursat topib unumli nasihat qilish. Nasihatdan namuna. Balam, tirikchilik uchun odam sog'lom badanga ega bo'lish kerak. Badanning sog'lomligi ozuqlanish bilan pokizlikqa bog'liq. Chunki ozuqliqsiz hayotlikning bo'lishi mumkin emas. Bu dunyoning lazzati va maishatdan birimi yaxshi yeb, yaxshi ichish. Dunyoning barliq maishatlari bizning foydalanishimiz uchun yaratilgan. Şuna qurbidan yetsizlar bu dunyoning ne'matlarini o'zing harom qilma. Yelg'a qulub silib pul to'playman degan odam eng cho'ng ahmoq. Bir kuni jamoat bilan paranglashib o'tirdik. Hozir tayangan uruqlab quruq xoda o'xshab qolgan bir kishi o'tib qoldi. Yenimizga bir aylan, "Sizlar faraz qilib baqinglar,
"Av odam bilan mening o'tiramda qanchalik yosh farqi bordir?" dedi. Biz ikki odamni silishtirib 15 yosh farq borligini aytdik. Chunki biz suhbatlashib turgan kishi shunday qovul, timan va xushchaqchaq edi. U kishi kulib ketib, "Biz u adash bilan saboqdash, biroq yashash usulimiz o'xshamaydi. Men bo'lsam tapqanni galga yeb, chiroyli kiyib, ishlaganda ishlab, o'ynaganda puxadan chiqich o'ynab o'taman. Bir ishga ancha g'am tortib ketmayman. U birodar bo'lsa, bolalarim uchun pul to'playman, ularni o'ylayman, erga beraman, ular o'yilib beraman deb yemay ichmay pul yig'adi. Shunga 50 yoshga kiriblar kasalman bo'lib qoldi. Olimodis o'lib ketsa, bolalarim yetim bo'ldi" dedi. Uyning to'riga yiqilgandan keyin bolalarning holi texim xarablashdi. Shunga odam oldi bilan o'zini asrash kerak. O'lguchi bolalarning yukidan qutulolmamdi. Shunga balam, bola degan ota-onaga ola yunilib olsa bo'lmaydi. Bizning qo'limizni sovutishing kerak. O'zingmi yaxshi yashashing lozim. Balam, sen hargiz tamoq tanlamagan, yemak-ichmakni xorlamagan. Tabiat ato qilgan ne'matlarning hammasida badan uchun lozimli ozuqlik bor. Ko'p xil ozuqlik bilan ozuqlanish tan sog'lomligiga foydali. Biror narsani yeb boqmay turibla odatlanmaganlik sababli u taomdan o'zingni tortma. Avval yeb boqqan. Mijozingga tabiating yoqmasa, ondan yemasang bo'ldi. Hikoya qilinishicha, bir odam umr bo'yi suvdan parhez tutib o'tibdi. U kishi suvning salomatligiga ziyon qilishidan ansiraydi ekan. Shunday qilib, u odamning umri oxirlashib sakratga tushibdi. U chog'da yuragi shunchalik qaqshab tursimi, suv deyishib betini olmabdi. Biroq bolalari dadasining og'ziga suv temitibdi. Suv u odamga hayotida his qilib boqmagan lazzatni ato qilibdi. U odam ko'zini yumgan etib, "Balam, og'zimga temitgan nima? Abi hayot degan shumi?" deb so'rabdi. Bolalari, "Dada, bu degan ishq oldimizga eriqning suyi" debdi. Heliq odam noat ichinishli qoldi. "Esit, armon bilan ketadigan bo'ldim" deb mangulik ko'z yumibdi. Balam, shuni bilginki, har bir odamning tabiati o'xshamaydi. Ba'zi kishilar meg'iz yesimi ziyon qilish mumkin. Ba'zi odamlar hatto tosh yebmi so'nralish mumkin. Shunga tabiatingga nima foyda qilsa, shuni yegin. Yemak-ichmakda hargiz gunoh yo'q. Tabiating hurmat qilishni bil. Balam, tan sog'liqning yana bir kapolati o'lchamlik ozuqlanishdir. O'lchamlik ozuqlanish madaniyatning belgisi. O'lchamga ahamiyat bermaslik yovvoyilikning alomati. Bilginki, normal tomoq seni ko'taradi. Haddidan ortiq tomoq yesang, tomoqni sen ko'tarishga to'g'ri keldi. Ko'p yegan odam kasalman, zaif va chidamsiz bo'ldi. Shu Yusuf Xas Hojib, "Tinim sog' bo'lsin desang oziya" degan. Bu xususda mundaq mashhur bir hikoya bor. Muhammad alayhissalom davrida ajam podshohlaridan biri usta tabibni sahobiylarning kasalini davolash uchun Muhammad alayhissalomning qishig'iga kelibdi. Tabib u yerda to'p-to'g'ri 1 yil turgan bo'lsa-mu, biror odam kasal ko'rsatishga kelmabdi. U kishi Muhammad alayhissalomning qishig'iga kirib ahvolni aytgan ekan. Muhammad alayhissalom munda debdi: "Bu kishilarning odati shuki, ishtihosi g'olib bo'lmag'ich yemaydi va ishtihosini pasaytirganga qadar taomdan qo'lini tortib turdi." Tabib "Bularning tini saq turganligining sababi shukan" debdi-da yerni o'pib ketib qopti. Demak, ochliqdan to'qliq yaman degan hikmatning asosi bor balam. Ochliqqa chidash mumkin, to'qliq azobiga chidash mumkin emas. Hargiz zo'rlab tomoq yemagan. Ochliqmi odam o'ldirdi. Haddidan ortiq to'qliqmi kasal paydo qilib o'lishga sabab bo'ldi. Yaxshi tomoq eshib qolguncha yomon qo'rsoq yerilib ketsin degan gap eng madaniyatsiz odamlarning shuari. Bir qo'shiq g'izoni zo'rlab yesang, u senga zahar bo'lish mumkin. Shunga odam har doim to'yib tomoq yegandan ba'zi och qolgani foydali. Shunga Sokrat tomoqning eng yaxshi qo'shimchisi ochlik degan. Bu xususda mundaq bir hikoya bor. Ikki musofir hamsafar bo'lib sayohatga chiqqan ekan. Uning biri ojiz, uruq edi. Chunki u kunni bir qatimla kechda iftor qildi ekan. Yana biri intayin kuchli va semiz bo'lib, har kuni 3 vaqt tomoqni noy to'yib yetdi. Ular bir shahar kelganda kutilmaganda ularni jasus degan tuhmat bilan tutib, ikkisini bir uyga sulab qo'yibdi. 2 haftadan keyin ularning gunohsiz ekanligi ma'lum bo'ldi. Eshikni ochib qarag'udak bo'lsa, Hilqi kuchlik semiz o'lib qopdi. Ojiz uruqi tirik qopdi. Bu ishni ko'rib kishilar hayron qilishibdi. Bu chaqda bir danishmand debdiki, agar ish buning ta'tirchi bo'lganda ajablanarli bo'ladi. Chunki av o'lgini ko'p yeyishga odatlangachga, ochliqqa bardashlik berolmay qiynalib o'lgan, buni tirik qolgani nafsini tizginlab qanoatga odatlanganlik uchun tirik qolgan degan. Balam, shunga ataganlik nashtida va kechda oz tomoq yeyishga odatlangan. Tushda to'yib yesang bo'ldi. Ammo ataganlik nashtidan qochma. Atagandagi mushdan qaytma degan gapmi shuning asosan deyilgan. Aytishlarga qaraganda Luqman Hakim har kun kechda bir parcha nonni beshiga qo'yib yotar ekan. Atagan o'rnidan turib o'tib, bir parcha nonni og'ziga silib o'tib o'rnidan turadi ekan. Bir kuni Hakim beshiga non qo'yib yetishni unutib qopti.
Әттегенде нан qo'ydigan yerga qo'lini uzatgan ekan, qo'liga bir siqim to'ppa chiqibdi. Luqman Hakim ikkilanmay to'pini nashta o'rnida kap etibdi. Bu hikoya әттегенlik nashtaning tan salomatlik bilan qanchalik bog'lanishli ekanligini tushundirdi balam. Balam, Uyg'urlar tozliqni suydi. Pokizlik xalqimizning eng qimmatli an'analaridan biri. Chunki tozliq degan inson tabiatining zarur ehtiyoji. Odamning teni poklik bilan yaratilgan. U hargizmi maynanchilik bilan sig'isha olmaydi. Maynanchilik bor yerda tanmi sog'lom bo'lmaydi. Ruhmi ozod bo'la olmaydi. Odam og'ir gunoh o'tkazsa, ondan jazolanadi. Tan salomatlikni asramaslik o'zini o'zi jazolash, begunoh tanni va ruhni azoblash bilan barobar. Tiningni sog'lom tuta olsang, huzurlanib bilalaysan. Mag'rur qaddingni ko'tarib mang'alaysan. Lazzatlanib oziqlana olaysan. Naqsh ayta olaysan, usul o'ynay olaysan. Umuman bu dunyoning huzurini suralaysan. Tining sog' bo'lmasa, hammadan mahrum bo'lasan. Salomat bo'lsang, do'zaxga bardashlik beralaysan. Saqsiz bo'lsang, jannatda huzur ola olmaysan. Shunga saqsiz podshohlikdan sog'lom gadoy necha hasi baxtlidir degan gap bor. Ko'nalarning tozliqda barakat, tozliqda omad degan gapi durust aytilgan. Balam, yemak-ichmak tozligi salomatlikning muhim kapolati. Chunki kasallik nafas yo'li bilan og'izdan kiradi. Maynatchilik badanga kasallik elib kelib qolmay, balki aqlni bulg'aydi. Bu gapga mos keladigan bir hikoya yodimga keldi. Anglab turgan. Bir podshoning intayin aqlli, zerak bir o'g'li bor ekan. Shahzoda yuksak aql parastlik tayinib, shahzodasi nimani o'ylagan va nimani demoqchi bo'lganini bo'lsa, oldin bilib olib, dadam hozir maoshni o'ylayotdi, u munda demoqchi deb oldiga o'tib oldi ekan. Shah bu ishdan xavasirab, bosh vazirga maslahat sapdi. Vazir, debdi podsho, shahzodadan biroz tashvishlanib qoldim. U men nimani o'ylagan bo'lsam, nim demoqchi bo'lgan bo'lsam, shuni bilib olib boradi. Bunda ketaversa bo'lmaydi. Bir chora qilgan bo'lsang, bo'ladi aliylari. Buning chorasi o'ng'ay, debdi vazir. Shuningdan keyin shahzodani o'rnining tamqidan ayirib, har kuni rasta kelib chiqib, ommaviy oshxonalarning tamoqlari bilan oziqlantirishga boshlabdi. Bu ishni to'p-to'g'ri 40 kun davomlashtirgandan keyin shahzoda dadasining ko'ngildagini bilolmaydigan, demoqchi bo'lganini uqolmaydigan holga tushib qoldi. Bu hikoya san ibrat bo'lsinki, balam, talatuzda qilaymagan bir narsa yemagin. Mumkin bo'lsa, ommaviy oshxonalarning tamoqlariga o'zingni urma. Tozliqiga haqiqiy ishonch bo'lsa yesan bo'ldi. Maktablarning oldidagi lampo, dog' va boshqa yemekliklarni hargiz yema, ichma. Uningga kun bo'yi turib nurg'un to'pichang va mikroblar qo'nadi. Shuni tez kasal qilib qo'ydi. Ba'zi zaharlanib qolgan ahvollar yuz berdi. Yali yemiş yegan chaqda yumay turib yemagin. Qisqasi, uy ichida bo'lsin, sirtda bo'lsin, yemeklik tozliqiga bak ahamiyat bergilik. Tamoq pok bo'lmasa, galga qirg'i bo'ldi. Shuni hargiz chehbar tamoqni yemagin. Shak bilan yegan hasalmu zaharga o'xshash sang ziyon yetkazadi. Yemak-ichmakda pokizlik ahamiyat bermaslik pul xarjlab kasalni sotib olganga o'xshash bir ish. Ko'rmamsan, bir shaharda necha cho'ng doktorxonalar bor. Biroq kasallarning ko'pligidan shuncha ko'p doktorxonalar yetishmayotdi. Buning sababining biri muhitning bulg'anishi, yana biri tozliqning yaxshi bo'lmaganligidan. Balam, shaxsiy tozliq bo'lsin, muhit tozligi bo'lsin, u yolg'iz biror odamning ishi emas. Butun insonlarning sog'lomligiga munosabatli ish. Bilishing kerakki, yer sharida hammamizning haqqi bo'lib qolmay, balki kelgusi avlodlarning haqqi bor. Shunga muhit tozligi biror odamning shaxsiy ishi emas, balki hammamizning o'rtaq ishi. Hech qanday odamning suni, havoni va tuproqni bulg'ash haqqi yo'q. Har bir odamning insonlarning salomatligiga daxl taruz yetkazadigan, muhitni bulg'aydigan ishlarga qarshi turish huquqi va majburiyati bor balam. Shunga balam, shaxsiy tozlig'ingga ahamiyat berib qolmay, sinfingning, maktabingning, shaharning, hatto yer sharining pok va toza bo'lishi uchun tirishqin. Shunday qilsang, ondan madaniyatli, sog'lom odam bo'la olaysan. Ikkinchi qism, farzandlarning eng chong dushmani ichimlik va chekimlikka o'rganib qilish. Har qanday qo'rqinchli kasalmi farzandlarni ichimlik va chekimlikka berilganchilik nobud qila olmaydi. Xotiramdan. Hozirgi jamiyatda farzandlarning ota-onalarni eng ansirtadigan, xotirjamsizlantiradigan ishning biri ichimlik va chekimlikka berilib o'zini nobud qilishi. Kishilik turmushdagi nurg'un ochiq saboqlar ota-onalarga ibratlik salbiy darslarni berdi. Ichimlik chekimlikdan iborat yovuz va rahimsiz alvasti, shunchalik sog'lom, aqlli va chiroyli bolalarimizni yutib ketdi. Ko'plagan oilalarni so'rayapti. Bundaq og'ir oqibatning eng chong mas'uliyati kimda? Buning mas'uliyati ikki tarafda. Biri jamiyatda, yana biri ta'lim-tarbiyada. Jamiyat nuqtasidan qaraganda haqiqatan jamiyat buzilib ketdi. Uyg'urlarning aroq va tamaki iste'moli odamni qo'rqitgandek darajada yuqori. O'smir bolalarimiz tamakiga va aroq o'rganib qolgan. Eng afsuslanarlisi, qiz ayollarimiz orasida ichadigan, chekadigan ahvollar umumlashib turgan. Bizning vijdonsiz erkaklarimiz sutdek chiroyli, oq qog'ozdek pok qiz farzandlarimizga
Yasama gaplar bilan haroq zo'rlab ularning vujudini bulg'ashni sharaf bilgan. Kichik quramiga yetmagan bolalar tamaki chekyapsa, uni ko'rib turib, hech kimning kori bo'lmayotidi. Bu jamiyatda bu jihati so'zlasak gap jiq. Ota-onalarning ta'lim tarbiyasi jihatdagi mas'uliyatidan aytganda, ko'plagan ota-onalar intayin sezgirlik bilan farzandlarining ichimlik chekimlik o'rganib qilishini cheklab, yaxshi natijaga erishib kelgan bo'lsa-mu, biroq ba'zi bolalarga oila tarbiyasining jamiyat ta'siri g'olib kelib, ota-onalarni hasrat qo'ygan. Bir qism ota-onalar bu jihatdagi ta'lim tarbiyaga sal qargan. Hatto o'zlari boshlamchi bo'lib farzandlariga ichishni, chekishni o'rgatgan. Men bu to'g'ri intayin tipik bo'lgan bir misolni olib beray. Bir kuni men bir zurriyat bilan Urumchi shahridagi Go'zal hayot restoraniga bordim. Bu yerda shu kuni bir kadrning o'g'lining sunnat to'y ma'rakasi o'tkazilgan ekan. Bu chog'da sohibxon qo'liga bir rum aroqni ilib, mikrofon oldiga kelib nurg'un chiroyli so'zlarni qildi. Eng oxirida qo'ldagi aroqni texim egiz ko'tarib, ovozini texim yo'g'on qilib, Xudoning og'ziga elib turib, hiliqi xatni to'y qilgan farzandning baxtini tiladi. Bir millatga nisbatan farzand tarbiyasida va madaniyat jihatda buningdan ortiq yotlashish va oynish bo'lamdi. Ruhiy jihatdagi zaiflik bizni ana shunday hayotning kushandisi, aql farosatning dushmani bo'lgan haroqdan baxt talayni, salomatlikni tilaydigan echinish ahvolga tushirib qo'ydi. Ba'zi ota-onalar tap-tortmay farzandlarini haroqqa, tamokiga buyuruydi. Farzandlarning oldida g'arq mas bo'lib, egiz-bas gaplarni qilib, ostin-ustin desib yurishdan hargiz nomus qilmayotidi. Shuni bilan ota-onalar o'tirsida bo'lgan nozik haya pardasi yirtilib ketgan. U otaning bolasiga tarbiya qilgan tili kekash bo'lib qolgan. Biz mushu zurriyat bilan ota-onalarga shuni tavsiya qilamiz-ki, farzandlarimiz kelgusining umid g'onchilari, millatning kelajagi. Ularni nejis haroq, iblis chekimliklarning ozdirishidan saqlab qilib, sog'lom o'sib yetilishga kapolatlik qilish haqqimiz bor. Agar ota-onalar farzandlar oldidagi bu majburiyatni yaxshi ado qilmasa, farzandlar oldida, ajdodlar oldida va kelgusi oldida jinoyatkor hisoblanib qolamiz. Bunday majburiyatni ado qilish uchun mundaq bir qancha taraflarga diqqat qilish lozim. Birinchi, ota-onalar tashabbuskorlik bilan o'z-o'ziga mas'ul bo'lib, ichimlik chekimlikdan o'zini tortish kerak. Farzandlarni ichimlik va chekimlikdan cheklashda buningdan unumli rol o'ynaydigan usul yo'q. Ikkinchi, farzandlarning ota-onalardan hayo qilishini umid qilgan ekanmiz, o'zimiz ham farzandlardan hayo qilishimiz kerak. Farzandlarimizni haroqqa va tamokiga buyurmaslik, ularni qartib qo'yib haroq ichmaslik va ularning oldiga mast holat kirmasligimiz lozim. Agar bu taraflarga diqqat qilmaganda, bolalarning oldida e'tiborimiz bo'lmaydi va tilimiz o'tmas bo'lib qoldi. Uchinchi, farzandlarni ichimlik va chekimlik jihatda qanchalik ching tutsak, hargizmi rahimsizlik bo'lmaydi. Bu jihatda erkiga qo'yib berish eng chong rahimsizlik. Bo'libmi iqtisodiy jihatda kontrolga ahamiyat, yurish turishiga ko'z quloq bo'lish, aralashayotgan do'stlarni surishtirib turish lozim. To'rtinchi, farzandlar o'tir maktab chiqqan chog'larda ma'lum sabablar tufaylidan ruhiy besim og'irlashib, o'ng'ayli ichimlik chekimlik berilib qilish ahvoli yuz berdi. Bunday mezgillarda ota-onalar farzandlarning ruhiy turmushiga ahamiyat berishi, imkoniyatning boricha ruhiy jihatdagi besimini yengillatib, ularga ozodlik bag'ishlashga tirishish lozim. 5. Eng muvofiq usul va muvofiq paytni tanlab turib, ularga ichimlik va chekimlikning insoniyatga keltirgan zihniy va ofati to'g'risida konkret tushuncha berish va unumli nasihat qilishga ahamiyat berish kerak. Nasihatdan namuna: Balam, men hayronman. Kishilar nima uchun shu nejis haroqqa beshini tiqib, aql idroqqa turmuz, hayotiga ekak soldigando? Demokratning tang kasalligi bo'lgandek yashash shaklidami kasallik bo'ladi degan so'zi haqiqatda rost ekan. Ba'zi kishilar uni yashash deb tushundirdi ekan. Ba'zilar hayajonda haroq ko'taroladiganligi, bir kunda necha qop tamoq chekadiganlikdan faxrlanadi ekan va puatidi ekan. Sen ularning bundoq baxt zo'qiga qanday qaraysan? Mening qarashimcha balam, ichimlik va chekimlik bu dunyodan bezgan, baxtini tushunmagan bekor talat, o'rin odamlarning o'zini o'zi bezlash uchun deb bo'lgan eng unumsiz va ma'nisiz mashg'ulligi. Haroqkashlarning va bangilarning har qanday bahona sabablari, har qanday tushuntirishlarimi haroq bilan tamoka va boshqa zararli chekimliklarning jinoyatini aqlab bo'lmaydi. Balam, tarixda nurg'un bahodir o'g'lonlar mana shu haroq tufayli beajal beshidan judo bo'lgandi. Hatto nurg'un davlatlarmi ichimlik kasobatidan zavolliq patgan edi. Hozirgacha bu iblis insonning baxtiga, istiqboliga sungan zaharli qarqolni tarqini yo'q. Haroqkashlik va bangilik xuddi yuqumliq kasalga o'xshaydi. U seni nobud qilib qolmay, balki bu illat atrofingdagilarga yuqadi va keyingi avlodlarga miros bo'lib qoldi. Balam, yomon odat kuchidek dahshatli zolim yo'q. Eng kuchli iroda bilan uningdan ozod bo'la olmasang, hargizmi erkin bo'la olmaysan. Sen kishilarning odatlanib qoptiman, tashlash qiyin ekan degan gaplarga ishonma. Bu dunyoda voz kechgil bo'lmaydigan hech qanday kuch yo'q.
Shuni bilginki, o'rning imtiyozing har qancha yuqori ko'tarilgan bilan, qiliqing va yashash usulingni o'zgartmasang, hech qachon o'zingning qiymatini yuqori ko'tara olmaysan. Chunki ichimlik va chekimlik mashg'ulligi vijdonni bulg'aydigan, hayotingga axloqing dog' tushiradigan ofat. İradanga qarshi ishlarning hammasi maslikning besim bo'ldi. Har qancha hushyor, aqlli odamlarmi nejas haroqqa beshini tiqdimi, aqli bilan xo'shlashidi. Bilsang, maslik deganda odam o'zini butunlay unutadi, kontrolligini yo'qotadi. Bilginki, o'zini unutish, kontrolligini yo'qotish saranlikning muhim alohidaligi. Shunga Seneca maslik o'zi xohlab sarang bo'lish demakdir degan. Bu xususda sana bir misol elib beray. Qadimgi zamonda bir tabib haroqni kashf qilib, podshohning huzuriga kelibdi-da, shunday ajoyib bir dorini kashf qilganligini, bu dorining amallarning ko'zini ocha oladiganligini, palashni saqaytira oladiganligini, hatto gadoyni boy qila oladiganligini aytibdi. Buning hayron qolgan podshoh ama, palach, gadoylarni o'rdaga oldirib kelib tajriba qilibdi. Tabib ularning har biriga bir piyola haroq beribdi. Haroq ularni amdila kayf qilishga boshlaganda haroq to'ldirilgan piyoladan birini ama kishiga tutibdi. Bu ikki ko'zi ama kishi qo'ldagi piyolani nihoyat ehtiyot bilan tutgan holda voy, ranging nimancha pokiz, so'zi go'zal narsasan deb haroqni to'xtamay maqtabdi. Bu chog'da ikki bitni qimirlatolmay yotgan palach zambilda yetib turib, "Hay qarg'u, piyolani tezroq bo'shat, bo'lmasa hozir qarningga bir tepib butun badaningni par-par qilib tashlayman" debdi. Haroq kuch bilan kayib o'rlab turgan gadoy bo'lsa, "Hay palach, bu qarg'uni tezroq peshvo bilan birini urib o'rivat, uning xunini o'zim to'layman" debdi. Bu ahvolni ko'rib o'tirgan o'rda ahli hayron bo'lib, qaqoqlab gülüşibdi. Podshoh haroqning odamda sun'iy kayfiyat paydo qilib, jidal majro chiqarganligini sezib, tabibga haroq yashashning sirlarini hech kimga oshkorlamaslikni buyuribdi. Bu hikoyadan va turmushdan qiyos qilganki, haroq ichgan odamning ko'zi ko'rmaydiganni ko'radi, qaramaydigan qaraydi, puti mangmaydigan yo'lga mangadi, qo'li tutmaydiganni tutadi, eg'iz demaydiganni deydi, dushmaniga do'stlik izhor qildi, do'stini bo'lsa o'ziga dushman qilib oldi. Haroq seni yuqorqidek irodangga, vijdoningga qarshi jinlarning usulini o'ynatib, xalq olam oldida kulki qo'yish bilan qanoat qilmaydi. U vahshiylashganda ishdan ko'nglaklaringni soldirib, ondan tug'ma holatda jamoat oldida sazoy qila oladi. Qo'ling pichoq oldirib, boshqalarga soldirib, umr xaminiga o't qo'ya oladi. Turmushdagi haroq keltirib chiqargan fojialar oz emas. Buningdan ibrat olgin. Haroqning kayfi bilan bo'rondan qolgan qog'idek agib, cho'shqidek vaqirab jaqirab bozor ko'chalarida yurgan hayosiz maslar, ulardan marazdan qochganday qochayotgan xaloyiqlar mening san qilgan nasihatlarimdanmi yaxshiroq tarbiya bo'la oladi-ku? Ko'z oldingga keltirib boq. Ko'chalarda qusib yetib qolgan, beshida itlar qusuqlarini yalayotgan maslarning shu holi ularning irodasimidi? Shundaq tembel erkaklarning ho'ngrab yig'lab, azob daryolarda eqib kontrolligini yo'qotib, mashinalarga o'zini urishi, daryolarga o'zini tashlashi ularning irodasimidi? Balam, ba'zi odamlar zaharni zahar oladi, dardni haroq bilan yo'g'il bo'ldi deb quruq bahona ko'rsatadi ekan. Bunda ezitqi gaplarga hargiz ishonma. Yuqorqi fojialar dard hasratdan farigʼ bo'lganlik bo'lamdi. Yo'q balam, maslik dard ustiga dard qo'shidi. Qalbingdagi yarni texmi tatlaydi. Aql bag'ingni xazonga aylantirdi. Chunki haroq bir shaytonki, uning oldi bilan haplashadiganini sening aql parasiting. Aql tizginlikingni haroq tutqizgan ekansan, o'zing bilan, baxting bilan xo'shlashmoq lozimdir. Maslikni yashash baxt deb qaragan odamlarning holi voyda. Ular oldi bilan qimmatli vaqtini quruqdan-quruq ma'nisiz qurbon qildi. Yana bir tarafdan iqtisodini shamolga so'raydi. Oxirida muhtojlikdan qarzga bo'g'ildi. O'g'il bola uchun qarz ko'tarish mushkul bo'lgan tosh balam. Shunga ko'nlar qarz yuziga tushgan dog' deb bekor aytmaganda, uchinchi tarafdan oilasini va bolalarini vayron qilib, ota-onasini sarson qildi. Oxirida bo'rak zaiflashidi, jigar qatishidi, nervi ojizlashidi, butun badan kasallik to'riq chirmishidi. Oxirida ajlidan burun o'lishga sabab bo'ldi. Ularning baxt yashash degani mushmi balam? Demoqchimanki balam, haroqdan chekimlikdan baxt izlagan odam eng nodon, hamoqat odam. Yomon kayflarning hammasi oldi bilan oshundoq nodon, ahmoq odamlarni ko'tarib bosadi. Mayning aytishicha, uni ichgan odam 4 sifatga ega bo'ldi ekan. Dastlab u tavusqa aylanib o'zini ko'z-ko'z qildi ekan. Harakatlar ravon, o'zini ulug' varis qildi ekan. Keyin maymun qiyofada kirib, hamma odam bilan chaqchaqlashib, qiziqchi bo'lishga boshlaydi ekan. Ondan keyin bo'lsa, shirg'a aylanib, o'ziga munar tiklaydi ekan. Mag'rurlik tutib, o'z kuchiga ishinib ketadi ekan. Lekin oxirida cho'chqaga aylanib, axlatda cho'chqadek ig'inab yotadi ekan.
Mana mundaq pul xərcləb aqlsizlikni, jidalni, yüzünü qar qilishni, muhtojlikni setib oladigan beg'arazlikdan hazar aylagin. Hozirgi dunyoda haroq kishilik turmushining muhim bir mazmuniga aylanib ketdi. Do'qmush-do'qmushlarda haroq do'konlari bor. Televizor, radiolarda haroqni maqtab bergan e'lonlar quloqning meyini yeydi. Mehmondorchilik so'rovlarida 10 qo'y so'ysumu biror botilkaning og'zini ochmasa mehmondorchilik hisoblanmaydi. Shundoq bir jamiyatda farzandlarni ichimlikdan umumyuzlik cheklash balkim mumkin bo'lmas. Buning uchun ota-onalar haroqning, tamaki va boshqa zaharli chekimliklarning ziyni tushuntirish bilan birga haroqqa madaniy muomala qilish, hargiz chekdan eshib hayvon atalmaslik haqida eskartma berib turish zarur. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 6-bobining mazmuni o'qib tugatildi. Keyingi bobidagi mazmunlar davomli qo'zg'aladi bo'ldi.